Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Ushbu murojaatni men ushbu murojaat orqali Oliy sudga, Bosh prokuraturaga bir necha marta murojaatlarim o'rganilmagani sababli efirga chiqishga majbur bo'ldim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali buni ko'plab tarqatib, menga yordam berishlarini umiddaman. 2021-yillarda pandemiyadan keyin, og'ir xastalikdan keyin tadbirkorlik faoliyatimni davom etkazolmay, banklardan olgan kreditlarni to'lay olmasdan nopok, vijdonsiz, foizga pul beradigan ichki ishlar xodimini tuzog'iga tushib qoldim. 2022-yil 19 dekabr kuni ichki ishlar Andijon viloyati ichki ishlar PFSda ishlovchi Olmirzayev Shukurulloda avvaldan tanish bo'lgan Abidova Hikmat xonim orqali 20 ming AQSh dollari qarz olib turishga, olingan pulni bankka kreditlarimga to'lashga kelishib, onam nomidagi o'zimiz 18 kishi yashab turgan Bulovosh tumani Kunguzar Muftiya Chamanzor ko'chasi 139-uyni uni nomiga yashash huquqlarini 12 ta odam yashash huquqlarini saqlab qolgan holda o'tkazib berdik. Demak, siz o'sha pul kerak bo'lganda, albatta, u odam bilan og'zaki shartnoma qilgansiz, qarzni berib turadi. Siz qanchadir muddat Abidova Hikmatxon guvohligida uni uyiga borib shartnoma qilganmiz. 20 ming pulni berib turadigan bo'lgan. Biz 20 ming pulini 5 oyda 3 ming so'm qo'shib qaytarib berib, uyimizni qaytarib oladigan zalog sifatida o'sha uyni yashab turgan uyimizni nomiga o'tkazgan bo'lganmiz. Faqat yashash huquqlarimizni saqlab qolamiz degan. Bu o'tkazish jarayonida notarius Qahramonov Mahmudjon onamga, menga va Xolmirzayev Shukurulloga bu shartnomaning 9-bandini alohida ko'rsatib o'tgan. 12 ta odam yashash huquqini saqlab qolayotganda Xolmirzayev Shukurullo bizlarni uydan chiqarib ola olmaydi. Bu uyni boshqasiga sota olmaysan, faqatgina kelib bu uyni bir burchakda o'tirish haqqing bor. Shunga rozi bo'lsang, mana shu shartnomani qilamiz degan. Xolmirzayev Shukurullo bunga rozi bo'lgan. Undan keyin Xolmirzayev Shukurullo shu kuni menga 2 ming AQSh dollar berib ketib, qolgan pulni kech payt Namangandan o'qishdan kelib beraman dedi. Darhol men Abdiva Hikmatxonga o'rtada turgan vositachi ayolga telefon qildim. U gaplashib, haqiqatda 2 ming berganini, qolgan pulni kech payt berishini aytib meni xotirjam qildi. Biroq Xolmirzayev Shukurullo 3 kun o'tishda, 3 kun, 4 kun ham menga pulni bermay, telefonlarimga javob bermadi. Orada Jalolqo'rg'on tuman mikrokredit bank boshlig'i Majidov Ziyodulla menga aloqaga chiqib, uyingiz hujjatlari qachon bo'ladi? Xolmirzayev bilan gaplashsam, uyning hujjatlari bo'lishiga kreditni to'lab beraman dedi deb menga ma'lum qilganda, Ziyodulla uyni men 3 kun burun o'tkazib berganman, 2 ming berdi, qolgan pulni bermadi, bankka to'lab qo'yaman deb telefonlarim olmayapti deb aytdim. Xolmirzayev menga qo'ydi-da, darhol Majid telefonni qo'ydi, Xolmirzayev bilan bog'landi. Hamda Xolmirzayev Shukurullo, men u yerda ishlayman. Men avval bergan 15 ming dollar prosent bo'lib ketdi. 35 ming bo'ldi. 35 ming bermasa, men uyni o'tkazib bermayman debdi. Men bu 15 mingga sizlarga men anolik kiritib bersam, meni Bulovosh tumani Mayara Mafiyada joylashgan 10 sotiylik yangi turar joy bilan dala hovlim bor edi. Xolmirzayev Shukurullo uni men 15 ming dollarga sotgandim. U bundan uni ko'p foydalanaman deb sota olmasdan, keyin uni hujjatini qaytarib berib, uyimni o'tkazib olgandan keyin uni hujjatini qaytarib berib, uyim o'sha berganman deb turdi keyin o'sha. Sotib olgan joyini qaytarib. Xullas mayli, endi hujjat bo'yicha shunaqangi bo'lyaptiki, siz ashi pulni uyni o'tkazib beryapsiz. Albatta. 20 ming oldigam deb hisoblaylik. Xo'p, mayli shunaqa ham bo'ldi deylik. Siz u pulni keyin qaytarib beraman deyapsizmi odamga? O'rtada nizo chiqdi. Prokuraturaga ariza berdik. Prokuratura bizni arizamizni yetarlicha o'rganmadi. Shuni orasida Xolmirzayev Shukurullo Xo'jaobod tuman fuqarolar sudiga bizni uydan majburiy ko'chirish bo'yicha da'vo ariza kirgizdi. Sud 2023-aprel kuni uni da'vosini rad qildi. Sababi 12 ta odam yashash huquqini saqlab qolganimiz bo'ldi. Apellyatsiya berdi. Apellyatsiya sud ham Xolmirzayevni da'vosini rad qildi. Endi Xolmirzayev Shukurullo biz uyimizni onasi Xolmirzayev Tursunoy nomida hadya shartnomasi orqali o'tkazadi hamda onasining nomidan bizni yana sudga berdi. Sud onasini ham da'vosini rad qildi. 2023-yil 13-dekabr kuni. Oradan qiziqarli joy shundaki, oradan sudning qarori kuchga kirmasdan turib, bir oy vaqt o'tmasdan turib, Xolmirzayev Shukurullo endi onasining nomidagi uyni
o'zini yaqin qarindoshi, opasini kuyov bo'lgan Latifjonov Azizbek nomiga 10-yanvar kuni oldi sotish shartnomasi orqali o'tkazadi. O'tkazib, Latifjonovning nomidan biz da'vo ariza kiritdi hamda 2024-yil 30-iyul kuni Xo'jaobod tuman fuqarolar sudida 12 ta aslida mayda farzandlarimiz bilan 18 ta odam yashab turgan uyda birortamiz ishtirokimizsiz Sadoqatxon Abduqodirova degan sud raisi bir kunda o'zida, bitta sud majlisida o'zida biz tashkillanamiz, kelolmaymiz, 31 kuni kelamiz, bir kunga surib turing desak, surib turmasdan bir kunda o'zida hal qiladida, uni Latifjonov foydasiga uydan ko'chirish bo'yicha qaror chiqardi. Bunga sabab biz surishtirganimizda Ichki ishlar bo'limi tomonidan, migratsiya pasport stoli tomonidan Xolmirzayevni Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bosim o'tkazib, bizni uydan noqonuniy tarzda ro'yxatdan chiqarib yuborgani sabab bo'lgan. Biz Xolmirzayev va Tursunoy bilan Azizbek Latifjonov o'rtasida oldi sotish shartnoma tuzilayotganda biz uyda ro'yxatda bo'lmaganmiz. Chiqarib yuborishgan, noqonuniy qilgan deb hisoblayapsiz. Buni noqonuniyligini biz tuman prokuraturasi tomonidan o'rganilgan tekshirish davomida aniqladik. Ungacha biz murojaat qilganimizda Vazirlar Mahkamasining 845-785 qarorlariga asosan to'g'ri chiqarganmiz degan. Lekin Vazirlar Mahkamasining 845-785 qarorlarida, nizomlarda 3-bob 15-bandida aniq ko'rsatilib qo'yilgan mulkdor arizasi bilan ko'chirishi mumkin birinchisi. Undan keyin boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, boshqa joyga propiskaga olingan bo'lsa, yashash huquqini saqlab bo'lgani ko'chirishi mumkin. Biroq shunda ham sud qarori bo'lsa, taraflar o'zaro oldi sotish shartnomalarida yashash huquqini saqlab qolishga kelishgan bo'lsa, bunday holatlar mustasno arizachini va mulkdorning arizasi bilan chiqarish mumkin emas deganda, qanaqa chiqargan unda ular? Buni chiqarishda mana Xolmirzayev Shukurullo bizdan Kunbizar MFga Chamanzor ko'chasi 108-uyni sotib olgan. O'zini biz garov shartnomasi qilganmiz, lekin sotib olgan bo'lsa, oldi sotish shartnomasi bilan. Shu yerga mulkdor. Endi pasport stol nima qilyapti? Bizni 2018-yil 23-oktyabr kundagi chislar bilan Kunbizar MF namuna ko'chasi raqamsiz uyga olib o'tyapti. Qanday olib o'tyapti, hayron. Kim qilgan uni? Pasport stoli qilyapti. Buni Buloqboshi tumanimi? Buloqboshi tuman pasport stoli. Buni prokuratura aniqlab berdi. Qo'limda prokurorning qarori bor. Shu bo'yicha pasportning stoliga qanaqadir chora ko'rilyaptimi? Pasport stolini bu holatni o'rganish bo'yicha avgust-sentyabr oyida 5 marta Ichki ishlar vaziriga murojaat qildik. 5 oy murojaatimga 5 xil javob berildi. Men go'yoki ularning revizoriman, men topgan xato kamchiliklarni o'nglab beradi. Faqat bitta javob. Vazirlar Mahkamasining 845-qarori bilan to'g'ri chiqarganmiz. Qanday to'g'ri chiqargan bo'lsa, mulkdor boshqa uyda olgan. Boshqa uy, mana bu yerda qiziq prokuratura holatda. Xolmirzayev Shukurulloning arizasi bilan bizni Kunbizar MFga namuna ko'chasi raqamsiz uydan chiqaryapti. Xolmirzayevning uyida nima taalluqli joyi bor? U mulkdor bo'lmasa, uy kimning nomida? Kadastr hujjatlari qanaqa? Birorta ma'lumot berilmayapti. Demak, noqonuniy propiskadan chiqarilyapti va ikkinchisi propiskadan chiqarilyapti-da, o'sha u sotish uchun bo'lganda, boshqa odamga oldi sotdi shartnoma qilib turib, keyin boshqa 3-litsodan shaxsdan sizni sudga berib, uyda hech kim yo'q degan nimada chiqaryapti. Xo'p, sud keyin nima bo'ldi? Chiqarib berdimi sizni uydan? U sud qarori bilan biz uydan ko'chirish bo'yicha qaror chiqardi. Sud qarorini ham bizga birov tanishtirmadi. Ijro yuritildi. Ijro bo'yicha har bitta alohida qaror qabul qilinib, chetga chiqishlar taqiqlanib, har bitta odamga alohida sud qarori, ijro varaqalari tanishtirish kerak bo'lgan holda 1,5 yildan beri birorta narsa qilinmadi. Uyda nechta odam yashardinglar? 18 ta odam yashaymiz. Bunga dalolatnomamiz bor, mahalla komitetidan, qo'shnilarimiz tomonidan. Sudda kimlar chiqarilsin degan? Sudda 9 ta odam chiqarish ko'zga tutilgan. Sud qarorida, lekin ijrochilar tomonidan 18 ta odam chiqarildi. Buni aytganimizda u yerda o'sha voyaga yetmagan bolalar ham bormi demoqchi edim. 7 ta voyaga yetmagan bola bor. Bolani sud qarorsiz chiqaryapti. Eng achinarlisi 9 oylik homilador kelinimiz bor. U ham sud qarorida ko'rsatilmagan. Mana sud ikkinchi kun chiqarilgan bo'lsa, 7-kuni jijiladi.
hurmatli prokuror Husanboy, men bergan dalillarni, men bergan audio yozuvlarni hammasini kosveniy dalillar deb e'tiborga olmadingiz. Lekin mana kelinimning homiladorligi kosveniy emas. Buni isbot qilib beramiz. Sababi 7-kuni farzandini dunyoga keltirdi. Lekin hozir yangi tug'ilgan nevaramni qayerga olib kelib joylashtiraman, unga boshim hayron. Mana shu uyning egasiman. Hozir shu yerda yashayapmiz. Bu yoq Mibti Zamin Otabek, bu yoq ijrochimiz, davlat ijrochisi. Hozir ijro qilgani kelindi. Bu ukamiz da'vogar, uyda egasi hozir hujjat bo'yicha. Bular mana ijroga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Voyaga yetmaganlar sud qarorida ko'rsatilmagan. Undan tashqari ikkita yashaydigan fuqaro, jami 9 ta fuqaroyimiz, oila a'zolarimiz sud qarori bilan ko'chirish belgilanmagan. Ularga qanday chora ko'rasiz, qanday ko'chirasiz ularni? Sud qarorisiz ham ko'chirib yubora olasizmi? Shuni qilingan hujjatlaringizni ko'rsatsangiz. Bu bo'yicha hujjat bor, idorada men sizga ko'rsataman. Idoradan olib kelasiz hujjatingizni, keyin ijroga ruxsat beraman. Sizga belgilab beryapti. Mana shuni ko'chirish. Xo'p, lekin bu yerda javoban bermaymiz. Biz ko'chiramiz, bo'ldi. Xo'p, ko'chiring. Lekin bitta men mana savolim berib qo'y, javob berasin, bermaysan Otabek o'zing. Bo'lganingizda mana necha yil bo'ldi? Da'vo xulosa olib turing. Xulosa olib turinglar. Men bera olaman savol, xohlasangiz javob berasiz. Siz telefoningizni o'chirib qo'ying. Xo'p. Men ijro predmeti bo'lmagan joydan ham chiqarib olasizlarmi hozir? Predmet ustiga. Sizga ham keragi yo'q bu narsa. Yo'q, keragi yo'q. Men lekin ana shu joydan chiqmaslik haqqim bor, yerdan chiqmayman. Bo'ldi, siz ko'chiramiz. Hech ko'chiring. Xo'p. Hozir mana ko'ryapmiz. Mana o'tirgan uyimiz bu qo'shnimizning uyi. Sizni uyingizdagi o'sha videolari ham bor. Bu chiqarilgan yon devor qo'shnimiz Xolikova Zamiraxonning uyi. Boshqa uyga hozir sizga yordam berib, uydan boshpana berib turibdi vaqtinchalik. Ijro bo'lgan kuni bu ayol Andijondagi onasini uyda etgan. Hech kim ichkariga kirgizmadi. 1-sinfdan kelgan, maktabdan kelgan farzandim 11 gacha maktab formasida turdi. Hamma nevaralarim yupul ko'chada turdi. 4 xo'jalikda buyumlari, shaxsiy buyumlar, mebellar, pardalar qonunda ijro qilish tartibida da'vogarni tomoni ishtirok etish taqiqlangan bo'lsa-da, o'zini da'vogarni xolasiman deb tanishtirgan bir ayol desak ham to'g'ri keladimki, ayol tomonidan baqir-chaqir qilib, bizlarni uyda qo'rquvga solib, pardalarni yulib, gilamlar oyoq bilan tepalanib, yangi eski ust-boshlar qoplarga ishlatilgan qoplarga solinib, buni ikkita da'vogarning advokati guvoh bo'lib turdi. Advokatni ijroda ijro mumkin emas ekan. O'zini To'xtasinov Saydullaman degan, Said Akbarmi degan advokat aslida o'zi advokat ham emas ekan. Yolg'on gapirib bizga bu narsalarda hammasiga davlat ijrochilari yo'l qo'yib berdi. Ko'cha bilan to'lib ketdi. Bizni olib boradigan joyimiz yo'q dedik. Ijrochilar Otabek degan Mibti o'rinbosari biz omborga olib kelib tashlaymiz dedi. Biroq kechasi 9 mi bilmayman 8 mi ijro qachon tugadi. Undan keyin xohlagan joyga olib bor deb ketishga turdi. Biz tashlaymiz desak, rasvo bo'lib ketgan, ziyonlar yetgan buyumlarimizni tegmaysan, tilxat yozib berasan, hammasini qabul qildim deb menga majburan qo'l qo'ydirdi. Shundan keyin voyaga yetmagan o'g'lim Jaloliddinni 4-5 nafar voyaga yetmagan do'stlari bilan tong otguncha yaqin bu hurmatli yurtdoshlar, bu bitta oilada turgan narsalarimiz, bunaqa narsalarimiz 3-4 ta xonadonda betartib turibdi. Advokatlik guvohnomangizni so'ramayapman sizga. To'xtasinov Sardor. To'xtasin Sardor. Siz ijroga qatnashish uchun Advokatlar palatasidan ruxsat olganmisiz? Nima qilganmisiz? Ruxsat olganmisiz, ijroga qatnashish mumkinmi, mumkin emasmi? Da'vogarni advokati bor. Yo'q, advokat ijroga qatnashishga ruxsatingiz mumkinmi, mumkin emasmi? Xolis sifatida qatnashyapti. Advokat sifatida. Hozir men bu yerda faqat hozir mana davlat ijrochisi ijro harakatlarini siz kecha xolis sifatida kelmassiz-ku, to'tang. To'tang, meni eshigimga kelib dalolatnoma qilishga, yaxshi dam olish kunida dalolatnoma qilishga xolis sifatida kelmassiz. Qaror qabul qilingan, siz uyda yo'qligingiz tufayli dalolatnoma tuzib ketasiz. Demak, dam olish kunida kelishga, ijrochi bilan kelishga haqqingiz bor. Mana 90 ga qarab ketayotgan bujonim. Oy kuni yetib qolgan qizimiz, mana kelinimiz.
bularga ham qaramasdan hamma yo'lni qoplab olib chiqishyapti. Hozir yana sizlarga olib ko'rsataman. Yana bir narsa achinarlisi, bizni dadamiz shu Buloqboshi tumanini shu holatga kelguncha mehnat qilib yuzlab shogirdlar tayyorlagan inson, el hurmatli bo'lgan inson, shu odamni o'tganiga 10 yil bo'lgan ust-boshlari, shaxsiy buyumlarini biz ko'z qarashimizda asrardik. Biroq bu beshafqat bir xudo bexabar MIB xodimlari, javobgarlar bu narsalarni ham yer bilan bitta qildi. Qarangda aka, bitta narsa tushunib turibman. Erta siz o'sha uyingizni o'tkazib bergansizda, onangiz nomidan o'zi bitta oldi-sotdi qilib bergansizda baribir. Bitta narsani ham tushunish kerak. U yerda xato qilgansiz. To'g'ri. O'sha mayli 20 ming dollar oldingiz ham deb hisoblaylik, o'shanga deyapsiz. Siz o'sha pulni menga qaytarib bering, o'sha uyimga o'tkazib ber deb aytdingizmi odamga? Men bu bola bilan o'rtada turgan vositachi Abida Hikmat bilan birga juda ko'p birga murojaat qildik. U o'zini holda turib oldi. 35 ming berasan, 40 ming berasan, 50 ming berasan deb turib oldi. Men kelishuvni qachon to'xtatdim? Uchalamiz turuvdik. Abdida va Hikmat, men Xolmirzayev Shukrullo turuvdik. Men Allohdan qo'rqgan. Alloh bor tepada dedim. Men Xudoyingdan qo'rqmayman degandan keyin u fuqaro bilan men u inson bilan kelishmay qo'ydim. Men yo'q, kelishni xohlamadim ham. Hozirda MIB xodimlari ijro tugagandan keyin men tomondagi qarindoshlarimga bu mojaroni to'xtatsin Oybek aka. Biz banklardan kredit olishga, bir haftada kredit olishga yordam beramiz deb shunaqa deyildi. Hozir qarindosh urug, qo'ni qo'shni, mahalladoshlar, yurtdoshlar pul yig'ilyapti. 60 ming ular talab qilgan yo'q. Men biroq bu pulni bermoqchi emasman. Sababi men Allohning oldida undan 16.500 dollar qarzim bor. Qo'lim bilan sanab olgan narsa 16.500 dollar. Bandasini oldida ham Allohning oldida ham shuni tan olaman. Men unga hozir yoki meni yaqinlarim uyimni saqlab qolaman deb 60 ming dollar bersak, ertaga mendaqadan 4 tasini boshiga shunaqa kunda solmaydimi? Men bu riboga uyi sotib olishi mumkin. Uyingiz nechi pul turadi hozir? Uyim endi sotmaymiz. Borgacha harakatimiz. Uyimizni bozor narxi qancha turadi? 150 ming desak, 5 ming, 10 ming 100 ming tepasi turadi. Sababi bu yerlarda hozir sveti yo'q, gazi yo'q, mahallada hali shag'ali to'kilmagan joylar 4,5 ming, 5 ming dollar quruq yerda o'zi. Ha bu yer hammasi joy, sentr joylar. Necha sotik uyingiz bo'lgan? 9,5 sotik. Endi yana yaxshi eslatdingiz, necha sotik deb. Oldi sotish shartnomada, kadastr shart hujjatlarida uyimiz 8 sotik. Ularga o'tgan qism 8 sotik va 8 ta xonadon, 144 kvadrat metr. Ha lekin aslida bizning uyimiz 12 ta xonadondan 200 kvadratdan iborat. 1 sotiga 25 sotiga hozir ham onamning nomida foydalanishda huquqida 4 ta o'zimiz qurgan oldi sotish shartnomasida ijro predmeti bo'lmagan uylarda ham yorinishimizga qaramasdan bu to'g'risida prokuror tekshirib, kadastr hujjatlarida haqiqatda 4 ta shunaqa hujjati yo'q, mulkiy maqomga ega emas xonalari bor ekan, bu da'vogarlarga o'tmagan degan xulosa bersa ham bunga ham qaramadi. Bu zakaznoy ko'chirish bo'ldi. Bizni sha'nimizni, obro'yimizni toptash bo'yicha. Shunda mana akamizni eshitdinglar. Bu yerda men ko'proq nima qilganim to'g'ri. Bular o'zimiz aytgandek, ba'zi bir joylarda xato qilganlar uy o'tkazib bergan, lekin o'sha propiskadan chiqarish masalalari bor. Sudya ham o'sha 12 kishini deb ko'rsatib bergan, lekin bu yerda undan ancha ko'p bo'lgan, o'sha oila yosh bolalarni ham qo'shib chiqarib olgan. Ularni hozir bular aytish bo'yicha boradigan joy yo'q ekan. Maktabga ham borishmayapti 10 kundan beri. Shu mana qo'shnilar endi vaqtincha qo'shnilar yordam berib turishibdi. Shunga biz Oliy suddan, o'sha prokuraturadan, Buloqboshi tuman arizamiz bor. 17-kungacha ko'rib chiqiladi deb javob berildi. Mana shu taftish tartibida bergan shikoyatimiz bor. Dastlab rad qilingan ekan 24-aprel kuni sudya M. Rabbiyevani ajrimi bilan. Bu ajrim olgandan keyin qo'shimcha prokuraturaning tekshiruvidan keyin qo'shimcha holatlar aniqlandi. Mana shu 4 ta oshchaxonaga Xo'jaobod tuman fuqarolar sudi o'zi shu qaror uydan ko'chirish bo'yicha chiqargan qarorni chiqargan sudya faqat 8 ta xonadan ko'chirsin. 8 kishi. Lekin qolgan 4 ta xonadan ko'chirmasin deb ajrim chiqarib berdi. Lekin kassatsiya
apellyatsiya taftish sudlari sudni qaroriga emishki, sudni qarorini nuqta bergacha o'zgartirib bo'lmaydi deb bizni qo'shimcha yillarimiz to'g'risidagi murojaatimiz mana 17-aprel kuni berilgan murojaatimiz ko'rilmay turibdi. Buni faqat Oliy sud ko'radi degan shunaqa bo'lgan. Hurmatli Baxtiyor Jahongirevich, bu masalada men juda ko'p murojaat qilganman. Shuning uchun meni murojaatimni, nafaqat meni murojaatimni, 85 yoshga kirgan onamni 8 ta bo'ldi mana Xudoga shukr, voyaga yetmaganlar, shularda hurmati, shularda huquqlarini tiklab berishingizni, hurmatli prokuror Ne'matullo Yo'ldoshev, tuman prokuraturasiga tuman prokurorining qarorini ustidan shikoyat qilib viloyat prokuroriga ariza kiritdik. Murojaatimiz eng qizig'i rad qilib qarorini jinoyat qo'zg'ash to'g'risidagi qarorni rad qilib yana shu prokurorni o'rinbosariga jo'natibdi. Siz norozi bo'lganlardan yana o'ziga jo'natyapti. Men boshqa tumanga, yo'q, bu holatlar ko'p. Aka, eshitdik hammasini, ko'p narsani mana aytib berdingiz, bo'lganini aytdik. Biz o'sha suddan so'rab qolgan bo'lardik. Endi Oliy suddan so'raymiz. Shu bo'yicha oydinlik kiritib berishinglarni va qonuniy chora ko'rishinglarni so'raymiz. Hurmatli Shuhrat Qo'shaqboyevich, viloyat hokimimiz, mana shu voyaga yetmaganlar bilan bevosita siz shug'ullanasiz. Shuning uchun voyaga yetmaganlarni noqonuniy chiqarib yuborgan, sudni qaror chiqarib olgan fuqarolarni uyiga qaytarishga amaliy yordam berishingizni so'rayman. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat.